qizarish, shish, bichilish, hatto yaralagacha olib kelishi mumkin. Taglik dermatiti asosan chaqaloqlarda va 9-12 oygacha bo'lgan bolalarda ko'p uchraydi. Bu holat ko'pincha terida qizarish, bichilish hamda terida kuchli yaralargacha olib kelishi mumkin. Ushbu holatga sabab taglikni namligini ortib ketishi hamda turli xil infeksiyalar, disbakterioz hamda allergenlar ham bo'lishi mumkin. Ba'zan taglik dermatiti zamirida mikroorganizmlar katta rol o'ynaydi. Bular ichida eng asosiy mikroorganizm Candida albicans muhim rol o'ynab beradi. Candida albicans yallig'langan sohaga tushganda qizarish, shish hamda bichilishni olib kelishi mumkin. Ushbu holatda biz zamburug'ga qarshi preparatlardan foydalanamiz. Ba'zan bolalarda immun tizimi yaxshi shakllanmaganligi sababli taglik dermatiti 2-3 kundan uzoqroq ketishi mumkin. Taglik dermatitini oldini olishimiz uchun birinchi navbatda bolajonni pastki qismini iliq suvda, toza paxta matoda artib tozalaymiz hamda sintetik tagliklardan chekinamiz va albatta tarkibida paxta tolali tagliklardan foydalanamiz. Har 2-3 soatda bolani tagligini almashtiramiz hamda tarkibida rux oksidi saqlangan baryer kremlardan foydalanamiz. Bundan-da qiziq ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamga obuna bo'ling va ushbu videoni yaqinlaringizga yuborib qo'ying.